Siz o'sha qilinishi qiyin deb o'ylayotgan Choco San Sebastian retseptini uy sharoitida eng oson yo'l bilan tayyorlashni ko'rsataman. Qo'rqmang, buni siz ham uddalisiz. Quruq tvorojniy sirga shakar solib mikserlab olamiz. Retsepti prosta oddiy, faqat Ilhom akadan topsanglar bo'ldi. Ustidan qaymoq va vanilin solib aralashtirib olamiz. Kakaoni solamiz va shokolad rang berishni boshlaymiz. Cheescake'ga shokolad maza berish uchun qaymoq bilan shokoladni eritib olamiz va massaga qo'shib olamiz. Atigi 2,5 qoshiqqina un, 5 ta dona tuxumni bitta-bittadan chaqib mikserlab olishda davom etamiz. Mikserim yo'q deydiganlar vinchikda bemalol bu massani aralashtirishingiz mumkin. Aynan xuddi shunaqa kremobrazli holatga kelganda tayyor qolipimizga qo'yib, qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Usti va tegi biroz kuygan, ammo xuddi shunaqa liqildoq shaklda bo'ladi va bu iligandan so'ng 6 soat morozilkada turadi va shundan so'ng me'yoriga yetadi. Kesganingizda oralari kremobrazli, ustilari esa juda mayin bo'ladi. Endi siz uchun San Sebastian qilish qiyin bo'lmaydi. Videoga bitta like bosib, tayyorlab ko'rmoqchi bo'lganlar videoni обязательно сохраните, xo'p?